Mana qaraydi mana. Bu xodimlar bir maromda ishlaydi. Ha, hozir biz o'sha aerodevor tepasida 200 gektar yer deyapmiz. Xo'p, bundan tashqari yana qo'shimcha 50 gektar yer deyapmiz. Ustida. Hozir mana ko'zing bilan oddiy narsa. Mana daraxt qurgan yo'q, ko'karyapti. Buna qara, gektar, 20 gektar sharoit. Bu bitta quyib chiqdinglar. Bu qancha 2000 bormi? Bu o'g'it bichkasi-da. O'g'it bo'lishi. Bundan kam-kam. Ha, bundan kam undan qo'shib beraveradi. Endi shunday zamonaviy qilib mahallalar birinchi qadamni qo'ysa, keyin qolgan fuqarolarimiz ham o'sha berayotgan resurslarimizni unumli foydalanadi. Shu 2025-yil fevral oyida boshlaganmiz. Mana shu loyihani 17 gektar auksiondan yer olib, mana shuni bodomzor tashkil qilganmiz. Bodomzorimiz hozir mana tomchilatish qilib chiqqanmiz. Ko'chatlarni ekdik, hammasini Xudoga shukr mana tuttirib oldik. Keyin bunga tomchilatish qildik. Endi nasib bo'lsa, endi bunga yaxshi parvarish qilsak, natija olamiz degan niyatdamiz. 17 gektar to'liq hammasiga bodom bog' qilingan. 12,000 dona ekilgan, 12,000 atrofida ekilgan shu atrofda. Prezidentimizga rahmat, ham barchaga, hammaga bizani qo'llab, mana shu yo'nalish berib, mana shu ishlarni qilsa bo'lishiga ishontirib, misol uchun haqiqatan ham qiyinchiliklar hammasi yaxshi bo'lib, mana shu ishlar natija berishiga nima qilgani uchun hammaga rahmat.